Assalomu alaykum, mehrli obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta chiroyli ishlarimiz nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa o'zgacha stilda bo'ldi. Mana yonlariga flagalarni, boklarni qo'ydik. Nasıl chiroyli bo'lib chiqdi. Ikkita asbest turbasini qo'yib berdik. Shu tomonda o'choqlarimiz bo'ldi. Qilgan ishlarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qirchariq mahallasi qildik mana akalar. Yonlarida boklari bor. To'y marosimlarida cho'pi qaynatib kuzasa ham bo'laveradi. İşlerimiz eşitsiz bo'ldi mana akalar. Endi mana yonlarida tandirlarimiz. Şu tarafga qo'ydik. Ustiga zonti qo'yiladi, xudo xolasa. Tandirimiz ichlari mana chiroyli bo'lib oqarib pishdi. Tandirimizga 70 kilo ko'mir ketdi. Bir sutka mobaynida pishdi. Mana tepalaridan chiroyli bo'lib shkatukalar qo'yib berdik. Mana yopishga tayyor. Qanaqangi savollar bo'lsa, fikrlar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.